Men birinchi marta amma bo'ldim va jiyanim radomdan chiqishiga korzinasini yasatib berdim. To'xta, so'z keyin berdir. Tikadigan joyini tikuvchiga topshirdik va qo'ynimdagidan ham chiroyli chiqdi. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Endi sizlar bilan chaqaloqni sarpasini tahlil qilamiz. Bularni men Xitoydan zakaz qilganman. Tezroq olib borib berishi juda ham kutganman. Shu ikkita kiyimga qo'l mehnati bilan bezak beramiz. Kiyimli polniy luk bo'lish uchun shapka naskisi bilan to'g'irlashga harakat qildim. Bu boshidagi jemfer esiladami? Olchalarini bisirdan qizim bilan tikib chiqdik. Bu bojiga ham bisirdan qo'l mehnati bilan ishlov berdik. Azaldan qizlarning kiyimini juda ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun mazza qilib tanladim. Albatta, to'g'ri zakaz qilishni bilganim uchun eng sifatlilarini tanlaganman. Endi bularning har bittasini kiyganida xursand bo'lishimni tasavvur qilavering. Shunaqa sifatli plet va o'zi nafas oladigan o'yinchoqdan ham zakaz qilganman. Olchali kiyimga moslab shunaqa bisirdan komplekt yasab berdim. Bunga moslab ko'ynakcha ham zakaz qilganman. Uni уже keyingi videoda ko'rasizlar.